Agar siz pensiya olsangiz yoki yaqinlaringiz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsa, bugungi mavzu siz uchun juda muhim. Chunki pensiya miqdori noto'g'ri hisoblangan bo'lishi ish staji to'liq ko'rinmasligi. Maoshlar bazaga tushmagan bo'lishi yoki hujjatlarda xatolik ketgan bo'lishi mumkin. Eng yomoni, odamlar ko'pincha buni yillar o'tib bilib qoladi va har oy yo'qotgan pulini qaytarish qiyinlashadi. Bugun men sizga pensiya miqdorini onlayn qanday tekshirishni, nimalarga e'tibor berishni, qaysi xatolar ko'p uchrashini va muammo chiqsa nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim nozik joylar bor. Aynan o'sha joylarda odamlar eng ko'p adashadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'ladigan amaliy qo'llanma. Oldin pensiya masalasi bo'yicha odamlar asosan tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borardi. Navbat kutardi, ariza yozardi, bir xonadan ikkinchi xonaga kirardi. Ba'zan bitta ma'lumotnoma uchun bir necha kun vaqt ketardi. Kimdir ish joyidan maosh to'g'risida ma'lumot olib kelardi. Kimdir mehnat daftarchasini izlab qolardi. Kimdir eski tashkiloti tugab ketgani uchun arxim-arxim yurardi. Eng qiyini shundaki, odam pensiyasi qanday hisoblanganini har doim ham tushunmasdi. Masalan, nega qo'shnim mendan ko'proq oladi? Axir ikkalamiz ham bir zavodda ishlaganmiz degan savol juda ko'p uchraydi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Ko'p xizmatlar elektron shaklga o'tdi. Pensiya bo'yicha ma'lumotlarni mybank.gov.uz, ya'ni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, shuningdek vakolatli tizimlar orqali ko'rish mumkin. Ayrim hududlarda va holatlarda pensiya jamg'armasining elektron xizmatlari, mobil ilovalar yoki SMS va xabarnomalar ham yordam beradi. Eng muhim o'zgarish shuki, fuqaro endi o'z ma'lumotini kutib o'tirmasdan tekshirishi pensiya turi, tayinlangan miqdor, to'lov holati, bank kartaga tushgan summalar, ish staji yoki sug'urta badallari bo'yicha mavjud ma'lumotlarni ko'rib chiqishi mumkin. Lekin men sizga bir narsani aniq aytaman, onlayn ko'rdim. Demak, hammasi to'g'ri deb o'ylash xato. Elektron tizimda ko'rilgan ma'lumotlar juda qulay, lekin ular bazaga kiritilgan hujjatlar va tashkilotlar yuborgan ma'lumotlarga tayanadi. Agar eski ish joyingiz ma'lumotni noto'g'ri topshirgan bo'lsa, agar pasport ma'lumotlarida farq bo'lsa, agar familiya o'zgargan bo'lsa, agar mehnat daftarchasidagi yozuv elektron bazaga to'liq tushmagan bo'lsa, tizimdagi hisob-kitob ham siz kutgandek chiqmasligi mumkin. Shuning uchun bugun men sizga faqat tugmani bosishni emas, balki natijani qanday tekshirishni ham tushuntiraman. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak. Kimga hozircha shoshilish shart emas. Avvalo, pensiya miqdori bir nechta omillarga bog'liq. Bu yerda faqat yosh emas, balki ish staji, rasmiy daromad, sug'urta badallari, pensiya turi imtiyozlar, qo'shimcha ustamalar, nogironlik holati, boquvchisini yo'qotganlik holati va ayrim boshqa mezonlar ham rol o'ynaydi. Shuning uchun ikki odam bir xil yoshda bo'lsa ham pensiyasi turlicha bo'lishi mutlaqo tabiiy. Masalan, birinchi holatni olaylik. Akmal aka 6000 yoshga to'lgan. 35 yil rasmiy ishlagan, ish joylari doimiy ravishda soliq va ijtimoiy to'lovlarni o'tkazgan. Uning mehnat daftarchasidagi yozuvlar aniq, familiyasi o'zgarmagan, korxonalari faoliyat yuritgan yoki arxiv ma'lumotlari saqlangan. Bunday odamda pensiya hisoblanishi nisbatan silliq kechadi. U onlayn kirib pensiya miqdorini ko'rsa, ma'lumotlar ko'pincha aniq bo'ladi. Lekin baribir tekshirishi kerak. Chunki hatto bitta yil staj tushmay qolsa ham bu oyma-oy pulga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi holat, Dilfuza opa 25 yoshda turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Sovet davrida bitta korxonada, keyin xususiy firmada, keyin maktabda ishlagan. Mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar eski muhr bilan qo'yilgan. Bir korxona allaqachon yopilib ketgan. Mana bunday holatda onlayn tekshiruv juda zarur. Chunki elektron tizimda Dilfuza opaning barcha staji avtomatik ko'rinmasligi mumkin. Agar eski ish joyidan arxiv ma'lumoti topilmasa, bir necha yil staj hisobga olinmay qolishi ehtimoli bor. Bu esa pensiya miqdorini kamaytiradi. Uchinchi misol, Sardor aka uzoq yillar norasmiy ishlagan. U bozorda savdo qilgan, qurilishda ishlagan, kunlik ishga chiqqan, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan, rasmiy oylik olmagan. U men 30 yil ishladim deb o'ylaydi. Lekin pensiya hisobida faqat hujjat bilan tasdiqlangan va qonunchilikda tan olinadigan davrlar ahamiyatga ega. Onlayn tizimga kirganda u kutilgandan kam staj ko'rishi mumkin. Bu xatolik emas, balki rasmiy ma'lumot yo'qligining oqibati bo'lishi mumkin. Bunday odamlar ayniqsa oldindan harakat qilishi kerak.
Hujjatlarni yig'ish, arxivlarga murojaat qilish, mavjud dalillarni tekshirish zarur. 4-misol. Mohira opa pensiya oladi va har oy kartasiga pul tushadi. U mening pulim tushyapti. Demak, tekshirish shart emas deb o'ylaydi. Lekin bir oyda miqdor o'zgarsa, indeksatsiya bo'lsa, qo'shimcha to'lov qo'shilsa yoki biror ushlab qolish bo'lsa, buni bilish kerak. Ba'zan odam kartasiga tushgan summani pensiyaning to'liq miqdori deb o'ylaydi. Aslida esa bank qarzi. Ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish yoki boshqa majburiyatlar bo'lishi mumkin. Shu sababli onlayn tekshiruv nafaqat pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlar, balki allaqachon pensiya olayotganlar uchun ham muhim. Kimlar albatta xavotir olib tekshirish kerak? Birinchi navbatda pensiya yoshiga 23 yil qolgan fuqarolar. Chunki oldindan tekshirsa xatolarni tuzatishga vaqt bo'ladi. Ikkinchi navbatda turli joylarda ishlagan, tashkilot yopilgan. Mehnat daftarchasida o'chirish yoki tushunarsiz yozuvlar bor odamlar. 3-navbatda familiya, ism, ota ismi o'zgarganlar. 4-navbatda bir davrda ishlaganini bilsa-da, elektron bazada ko'rinmayotganlar. 5-navbatda nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki imtiyozli pensiya bilan bog'liq holati borlar. Chunki bu turdagi pensiyalarda qo'shimcha hujjatlar va maxsus shartlar ko'p bo'ladi. Kimlarga hozircha shoshilish shart emas. Masalan, 25-30 yoshdagi doimiy rasmiy ishda ishlayotgan, ish beruvchisi barcha to'lovlarni rasmiy o'tkazayotgan, ma'lumotlari soliq va mehnat tizimlarida to'g'ri ko'rinayotgan odamlar har kuni pensiya miqdorini tekshirishi shart emas. Lekin ular ham yilda kamida bir marta o'zining rasmiy ish staji va daromadlari hisobga olinayotganini ko'rib qo'yish foydali. Chunki pensiya masalasi faqat qarilikda boshlanmaydi. Bugungi rasmiy oyligingiz ertangi pensiyangizning asosiga aylanadi. Endi eng muhim nuqtalarga o'tamiz. Birinchi nozik shart: onlayn tizimdagi ma'lumot, pasport ma'lumotlari va JSHIR. Ya'ni shaxsiy identifikatsiya raqami bilan bog'langan bo'ladi. Agar sizda pasport almashtirgan bo'lsa, ID karta olingan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, lekin ayrim eski hujjatlar eski familiyada qolgan bo'lsa, tizim hamma narsani avtomatik birlashtirib bermasligi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin 1935-2002 yillardagi ish staji eski familiyada mehnat daftarchasida yozilgan. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etilmasa, bu davrni tekshirishda muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat: ish staji deganda odamlar ko'pincha men ishlab yurgan davrimni tushunadi. Lekin pensiya hisobida hujjat bilan tasdiqlangan davrlar hisobga olinadi. Agar siz 2008 yildan 2013 yilgacha bir joyda ishlagan bo'lsangiz, lekin mehnat shartnomasi bo'lmasa, oylik rasmiy o'tmagan bo'lsa, ish beruvchi sizni rasman ro'yxatga qo'ymagan bo'lsa, keyin men ishlaganman deyishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Bu juda og'riqli masala, lekin haqiqat shuki, norasmiy ish kelajakdagi pensiya miqdoriga salbiy ta'sir qiladi. 3-nozik jihat: eski tashkilotlar. Ko'p odamlar zavod, kolxoz shirkat, qurilish boshqarmasi, savdo tashkiloti, kichik korxonalarda ishlagan, ularning ayrimlari tugatilgan. Bunday paytda ma'lumot arxivda bo'lishi kerak. Lekin arxiv hujjatlari to'liq bo'lmasligi, nomlar o'zgargan bo'lishi, tashkilot boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 7 yil ishlagan, lekin arxivdan faqat 4 yilga ma'lumot topilgan. Qolgan 3 yil uchun qo'shimcha dalil talab qilinadi. Agar bu ishni pensiyaga chiqishdan bir oy oldin boshlasangiz, asab, vaqt va pul yo'qotasiz. Shuning uchun oldindan tekshirish juda muhim. 4-nozik jihat: pensiya miqdori va bank kartasiga tushgan summa bir xil tushuncha emas. Pensiya tayinlangan miqdor boshqa, qo'lingizga yoki kartangizga kelayotgan sof summa boshqa bo'lishi mumkin. Agar qarzdorlik, aliment, ijro hujjati, kredit bo'yicha ushlab qolish, ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi holatlar bo'lsa, kartaga kamroq tushadi. Shuning uchun onlayn tekshiruvda faqat tushumga emas, tayinlangan pensiya miqdori, to'lov sanasi, ushlab qolishlar bor yo'qligiga ham e'tibor bering. 5-nozik jihat: pensiya indeksatsiyasi. Davlat tomonidan pensiyalar oshirilganda hamma odamda o'sish bir xil ko'rinmasligi mumkin. Kimdadir asosiy pensiya oshadi, kimdadir qo'shimcha ustama o'zgaradi, kimdadir avvalgi ushlab qolish sababli kartaga tushadigan summa kutilgan darajada oshmagandek ko'rinadi. Masalan, odam yangilikda pensiyalar 10% ga oshiriladi degan xabarni eshitadi va kartasidagi summa ham aynan 10% ga ko'payishini kutadi.
lekin hisob-kitob tarkibiga qarab natija boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun rasmiy tizimdagi tayinlangan miqdorni tekshirish kerak. 6-nozik jihat imtiyozli pensiya. Ayrim kasblar, og'ir mehnat sharoitlari, zararli ishlab chiqarish, harbiy xizmat, tibbiy holatlar yoki boshqa maxsus mezonlar bo'yicha odatdagi qoidalardan farqli tartiblar bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy onlayn ma'lumot yetarli bo'lmasligi mumkin. Qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Masalan, odam men zararli sexda ishlaganman deydi. Lekin mehnat daftarchasida lavozim nomi aniq ko'rsatilmagan, buyruq nusxasi yo'q, ish joyi ma'lumotnomasi yo'q. Natijada imtiyozli davr tasdiqlanmasligi mumkin. 7-nozik jihat. Kimningdir pensiyasini boshqa odam tekshirmoqchi bo'lsa, masalan, farzand onasining pensiyasini ko'rmoqchi. Bu yerda shaxsiy ma'lumotlar himoyasi bor. Odatda tizimga kirish uchun fuqaroning o'zi ONID orqali kirishi, telefon raqami unga bog'langan bo'lishi yoki vakolatli vakil sifatida ishonchnoma asosida harakat qilish kerak bo'ladi. Ya'ni onamning pasportini bilaman, kirib ko'raman degan yondashuv to'g'ri emas. Shaxsiy ma'lumotlar himoyalangan bo'lishi kerak. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlab oling. Sizga pasport yoki ID karta ma'lumotlari, RSSHIR, ya'ni urdirxonali shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqamingiz. Agar mavjud bo'lsa, elektron raqamli imzo, OneID login parolingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar pensiya stajini ham tekshirmoqchi bo'lsangiz, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari. Arxiv ma'lumotnomalari ham alohida papkada tursin. Bularning hammasini oldindan skaner yoki sifatli surat qilib saqlab qo'yish juda foydali. Ikkinchi qadam MyTakov. Uz portaliga kiring. Brauzer orqali MyTakov uz manzilini yozasiz. Faqat e'tibor bering, manzilni to'g'ri yozing. Begona havolalar orqali kirmang. Ba'zan firibgarlar davlat xizmatlariga o'xshash sahifalar yaratib, login, parol yoki karta ma'lumotlarini so'rashi mumkin. Rasmiy portalga kirganingizdan keyin tizim sizdan avtorizatsiyani so'raydi. Odatda OneID orqali kiriladi. OneID bu davlat xizmatlaridan foydalanish uchun yagona identifikatsiya tizimi. Agar sizda akkaunt bo'lmasa, ro'yxatdan o'tasiz. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda bo'lsa, jarayon osonroq kechadi. 3-qadam, shaxsiy kabinetga kiring. Shaxsiy kabinetda sizning ism, familiyangiz, chenshringiz va mavjud xizmatlar ko'rinadi. Qidiruv joyiga pensiya deb yozing. Portalda xizmat nomlari va tartibi vaqt o'tishi bilan biroz o'zgarishi mumkin, lekin odatda pensiya ta'minoti, pensiya miqdori, pensiya tayinlanganligi, to'lovlar holati yoki pensiya jamg'armasi bilan bog'liq elektron xizmatlar bo'ladi. Sizga kerak bo'lgan xizmatni tanlaysiz. 4-qadam, so'rov yuboring. Ayrim xizmatlar ma'lumotni darhol ko'rsatadi. Ayrimlari elektron so'rov sifatida yuboriladi va natija keyinroq shaxsiy kabinetga keladi. Agar tizim sizdan qo'shimcha ma'lumot so'rasa, diqqat bilan to'ldiring. JSHIR tug'ilgan sana, hujjat raqami kabi ma'lumotlarda bitta raqam xato bo'lsa ham natija chiqmasligi mumkin. Men doim tavsiya qilaman, ma'lumotni qo'lda yozgandan keyin pasport bilan yana bir marta solishtiring. 5-qadam, chiqqan natijani o'qing. Bu yerda shoshilmang. Faqat falon so'm degan raqamga qarab yopib qo'ymang. Pensiya turi qanday ko'rsatilgan? Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, tayinlangan sana qaysi? Miqdor qachondan boshlab amal qilmoqda? Oxirgi to'lov qachon amalga oshirilgan? Agar ustama bo'lsa, u ko'rsatilganmi? Agar ushlab qolish bo'lsa, sababi bormi? Mana shu savollarni bittalab tekshiring. 6-qadam. Ma'lumotni saqlab qo'ying. Natijani PDF shaklida yuklab olish imkoniyati bo'lsa, yuklab oling. Screenshot qilib qo'yish ham mumkin, lekin rasmiy ma'lumotnoma kerak bo'lsa, elektron hujjat yaxshiroq. Fayl nomini tartibli qo'ying. Masalan, pensiya ma'lumoti 2026 iyul kabi. Bu keyinchalik solishtirish uchun yordam beradi. Masalan, yanvar oyida qancha edi? Iyul oyida qancha bo'ldi? Indeksatsiyadan keyin nima o'zgardi? Buni ko'rib borasiz. 7-qadam. Agar ma'lumot chiqmasa, darhol vahimaga tushmang. Ba'zan texnik ishlar bo'ladi. Tizim vaqtincha ishlamaydi. OneIDda muammo bo'ladi. Telefon raqam tasdiqlanmaydi yoki portalda xizmat vaqtincha yangilanayotgan bo'ladi. Bunday paytda bir necha soatdan keyin yana urinib ko'ring. Boshqa brauzerdan kirib ko'ring. Telefon emas, kompyuterdan sinab ko'ring. Internet aloqasini tekshiring. Lekin 2-3 kundan beri natija chiqmasa, unda tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish kerak. 8-qadam.
xatolik topsangiz yozma murojaat qiling. Masalan, siz 32 yil stajim bor deb bilasiz, tizimda 26 yil ko'rinyapti. Yoki pensiya miqdori kutilgandan kam, yoki to'lov sanasi noto'g'ri. Bunday holatda telefon orqali gaplashib qo'yish yetarli emas. Men har doim yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Murojaatda aniq yozing: men falonchi. JSS shir raqamim falon. Pensiya ma'lumotlarini tekshirganimda falon davr ish stajim hisobga olinmaganini aniqladim. Ushbu davr bo'yicha mehnat daftarchamda yozuv mavjud, nusxasini ilova qilaman. Bu ma'lumotni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz masala aniq bo'ladi. 9-qadam hujjatlarni ilova qiling. Mehnat daftarchasining tegishli sahifalari, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash yozuvlari, tashkilot muhrlari, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh guvohnomasi, diplom, harbiy bilet, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi kabi hujjatlarni sifatli ko'rinishda yuboring yoki olib boring. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam faqat menda staj bor deydi, lekin hujjat ko'rsatmaydi. Davlat organi esa hujjatga qarab qaror qiladi. 10-qadam javobni kuting va nazorat qiling. Murojaat yuborilgandan keyin uning raqamini saqlab qo'ying. Portalda murojaat holatini tekshirib boring. Javob kelganda uni diqqat bilan o'qing. Agar javobda ma'lumot tasdiqlanmadi deyilsa, nima sababdan tasdiqlanmaganini aniqlang. Arxivdan hujjat kerakmi? Ish joyi ma'lumotnomasi kerakmi? Sud tartibida faktni belgilash kerakmi? Har bir holatning o'z yo'li bor. Asosiysi rad etildi degan javobni oxirgi nuqta deb qabul qilmang. Sababini tushunib keyingi qadamni belgilang. Yana bir amaliy maslahat. Pensiyaga chiqishdan kamida 1 yil oldin tayyorgarlikni boshlang. Agar imkon bo'lsa 2 yil oldin boshlang. Chunki eski arxiv hujjatlari tez topilmasligi mumkin. Tashkilot tugatilgan bo'lsa, voris tashkilotni aniqlash kerak bo'ladi. Familiya bo'yicha farq bo'lsa, qo'shimcha tasdiq kerak bo'ladi. Agar hujjatda sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, tuzatish tartibi bo'ladi. Bularning hammasi vaqt oladi. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz, men sizga har oy emas, lekin kamida har chorakda bir marta ma'lumotni tekish tavsiya qilaman. Ayniqsa pensiyalar oshirilgan davrda, bank kartangiz almashganda, yashash joyingiz o'zgarganda, nogironlik guruhi qayta ko'rib chiqilganda, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibi o'zgarganda yoki biror rasmiy xat kelganda tekshirish zarur. Chunki bunday o'zgarishlar pensiya to'loviga ta'sir qilishi mumkin. Yana bir muhim ogohlantirish. Hech kimga One ID parolingizni, SMS kodlaringizni, elektron raqamli imzo kalitingizni bermang. Men sizga pensiyani oshirib beraman, bazadan tekshirib beraman. Kartangizga qo'shimcha pul tushirib beraman degan odamlarga ishonmang. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Agar haqiqatan xatolik bo'lsa, uni rasmiy murojaat orqali to'g'rilash mumkin. Lekin firibgarga parol yoki karta ma'lumotini bersangiz, nafaqat pensiya ma'lumotingiz, balki pulingiz ham xavf ostida qoladi. Bugun men sizga pensiya miqdorini onlayn tekshirish faqat bitta raqamni ko'rish emasligini tushuntirdim. Bu jarayon o'z huquqingizni nazorat qilish, ish tajingiz to'liq hisobga olinganini bilish. To'lovlaringizni tekshirish va xatolik bo'lsa vaqtida tuzatish imkoniyatidir. Avval odamlar har bir ma'lumot uchun idora yurgan bo'lsa, hozir ko'p narsani mybank.uz orqali One ID yordamida shaxsiy kabinetdan ko'rish mumkin. Lekin natijani to'g'ri o'qish, hujjatlarni solishtirish va muammo bo'lsa, yozma murojaat qilish juda muhim. Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, bugun hujjatlaringizni tartibga keltiring. Agar pensiya olayotgan bo'lsangiz, tayinlangan miqdor va kartaga tushayotgan summani solishtiring. Agar ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularga bu jarayonni tushuntiring. Lekin shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini unutmang. Sizda pensiya miqdorini onlayn tekshirish bo'yicha tajriba bo'lganmi? Tizimda xatolik topganmisiz yoki hammasi to'g'ri chiqqanmi? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasi har bir inson va har bir oila uchun ertami kechmi juda muhim bo'ladi.